Qoidalarda quyidagi asosiy tushuncha va atamalardan foydalaniladi. Avtomagistral 5-1 yo'l belgisi bilan belgilangan har bir yo'nalishning qatnov qismlari ajratuvchi bo'lak bilan ajratilgan. U bo'lmaganda yo'l to'siqlari bilan hamda boshqa yo'llar, tramvay va temir yo'llari, piyoda va velosiped yo'lkalari bilan bir sathda kesishmaydigan yo'l. Avtomagistralda yo'l yoqasi bo'lmaydi. Lekin uning o'rnida majburiy to'xtab qolgan transport vositalarini qatnov qismidan chiqarib qo'yish uchun mo'ljallangan bo'lak bo'ladi. Chunki avtomagistralda piyodalarning harakatlanishi va transport vositalarining 5-15 to'xtab turish joyi yoki 6-11 dam olish joyi belgisi bilan belgilangan to'xtab turish maydonchalaridan boshqa joylarda to'xtashi taqiqlangan. Boshqa yo'llarning unga bir sathda tutashgan joylarida sekinlashish va tezlashish bo'laklari bo'ladi.